Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Mana bugun 4-kun. Hammalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Tojikiston xalqi, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, mo'min musulmonlar, Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston prezidentlari ham boshlari omon bo'lsin. Yurtimiz, zamonimiz tinch bo'lsin. To'kin chochin seroqchilik bo'lsin. Shu Angliyaga keldik, mana shu Garsisada qoldik. Mana shu Garsisada yotdik, damdorlarga ana saptirik beryapti. Ana saptirikda choyni ichib o'tiribmiz. Mana insonlardan uchradik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İsmingiz nima? Zafar. Zafarjon aka, qayerdan o'zdingiz? O'zi shu yerda yashaydigan joyim Angren. Tug'ilgan joy Tojikiston. Tojikiston Lelobod oblast, rayoni Ash, Sersovet, Pong'os. Hamshalla. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shuma namaste. ما همینجا از ازبکستان Namaste. نام ماهینه Mana. Hammalaringga omad tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Hech qachon kam bo'lmaydi. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, yurtimiz, zamonimiz tinch bo'lsin. Mana biz ataxon, mana. Tojikiston papesh. Yurtlar tinch bo'lsin, sog'lik, salomatlik, yurtlar tinch bo'lsin. Mana hamma narsa bor. Garsizda. Keloringa yordamga o'tganlar, bemalol, bexavotir, hamma sharoiti bor ekan. Hovlilar chista. Mana shu opajonim mana ishlaydigan shu yerda.